O'tgan bir qancha kundan buyon vatan ichi va sirtidagi Uyg'ur jamoatining ko'nglini bekmi g'ash qiladigan bir xabar ijtimoiy uchur vositalarida qiziq nuqta bo'ldi. 8 yanvar kuni atalmış Dünya Müslüman Cemiyetler Kengeshining 30 kishilik vakillar o'mikining Sharq Turkistonda ziyorati bo'lganligiga munosabatli edi. Xitoy uchur vositalaridagi aloqador uchurlarda Sharq Turkistonga ziyoratga kelgan bu 30 kishilik Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr, Bosniya, Serbiya qatorliq 14 davlatdan kelgan musulmon olimlar ekanligi tilga olingan. Dünya Müslümanlar Cemiyeti Kengeshining raisi Ali Rashid Noaymi arqa-arqadan e'lon qilayotgan bayonotlarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi bostirishini maqtadi va Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalqiga har tarafdan ko'ngil bo'layotganligiga yuqori baho berdi. Navbatda mazkur bayonotlar e'lon qilingan sahifalarga Uyg'urlar va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar inkas yozib, qattiq norozilik bildirmoqda. Kişilik huquq tashkilotlari Qozog'istonning Sharq Turkistonda tug'ilgan bir qozoq kishini Xitoyga topshirib berishi mumkinligini bildirdi. Atyurt kişilik huquq tashkilotining mas'ullari ijtimoiy aloqa suhbati Twitterda bayonot e'lon qilib, Qozog'iston hukumatining Sharq Turkistonda tug'ilgan, ammo hozir bu davlatda yashayotgan Bakitkilidi Nurdambay ismli bir qozoq kishining chegirdan chiqib ketishini talab qilganligi bildirildi. Yegilishicha, Qozog'istondan chegirdan chiqib ketishi talab qilingan va fuqarolik berishi rad qilingan bu kishining Xitoyga qaytarilish xavfi bor ekan. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti bilan Yevropa ittifoqi Rossiya va Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirish, Ukrainani davomli qo'llash va ikki tarafning hamkorligini texnik yuqori pallaga ko'tarish uchun birlashma bayonot imzoladi. Bu birlashma bayonotni Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg, Yevropa ittifoqi komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa kengashining raisi Charles Michel Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining markazida o'tkazilgan marosimda imzoladi. Beijing doiralari Koreya va Yaponiyaning Xitoydan kelgan yo'lovchilarga qo'llangan COVID-19 tadbirlariga qarata bu davlatlarning fuqarolariga viza berishni to'xtatganligini xabar qildi. Koreya hukumati Xitoydan Busan, Dago va Jeju qatorliq shaharlarga uchadigan aeroplanlarni vaqtincha to'xtatdi. Koreya bilan Xitoy orasidagi aeroplanlar faqat poytaxt Seuldagi Incheon aerodromiga qo'na oladi. Yaponiya bo'lsa Xitoy yo'lovchilariga sinoq talabi qo'ydi hamda bir qism shaharlarga uchadigan aeroplanni to'xtatdi. Pakistan Xitoy iqtisodiy koridorining strategik tuguni bo'lgan Pokistonning Gwadar portida Baloji xalqining bu qurilishiga qarshi keng ko'lamli namoyish portlagan. Diplomat jurnalida 7 yanvar e'lon qilingan bu xabarda ko'rsatilishicha, Gwadar shahrining sirtqi dunyo bilan bo'lgan telefon va internet aloqasi uzib tashlangan. Navbatda telefon aloqasi asliga kelgan bo'lsa-mu, lekin internet aloqasi 28 dekabrdan buyon asliga kelmagan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock urush davom qilayotgan Ukrainaning Kharkiv shahrini ziyorat qildi. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmitry Kuleba Twitterda o'zining ommaviy taratquv hisobida Baerbockning Ukrainaga ziyorati bo'lganligini bildirdi.